Qaragan bo'lsam, Kuala Lumpur xalq artisti Quvondiq Qalampirman. Ana Quvondiq Qalampir deylar buni. Nimaga qalampir bu? Mani qo'shiqlarim odamning qalbiga qalampirdek botgani uchun Quvondiq Qalampir. Yomon achchiq shunday qo'shiqlar. Avo. Bu yo'g'i mana 5 Beshim zapaska deylaman. 5 zapaski. Nimaga bu yoq zapaska? Endi buni tomoq og'rigan paytda zapasda men aytaman-da qo'shiq. Bu yoqda ham oxirgi sastav bu yog'i 6 oy tintin. Nimaga ting yo'q? Ana shu. Duelga tinglatadi. Menga qaranglar. Hozir odamlar keladi, kayfiyat ko'taradigan muzikalardan qo'yinglar. Xo'p. Shashlik keldi. Shashlik yeymiz keyin. Keldi, olib kelaman. Hozir olib kelaman. Shashlik harakatini qiling. Shashlik siz gapirmaysiz. Dadam sizlarga shashlik olib keldilar. Sastav shashlik. Ye. Zo'r talantingiz bor ekan, bilasizmi? Qayerdan bildingiz? Kelajakda zo'r qo'shiqchi bo'lasiz. Shunchalik sezilyaptimi? Ha, o yurishingizdan bildim hozir. Shashlik yegaylik, sashligi. Zo'r talanti bor ekanda. Hay talant hozir nima kerak? Shashlik yegaylik qani? Dadam qara ketdimi aka? Dadangda shashlik olib kelgan qiz bor-ku. Shuni kasting qiladi deydi. Nimaga kerak ekan unda yana odam? Men bilmayman. Yere tekkanmisiz? Yo'q, ajrashganman. Oh, bilasizmi? Ichingizda alov yonib turibdi sizning. Shunday zo'r qo'shiqchi bo'lasizki siz. Talantingizdan odamlar hayratda qoladi. Nima bo'ladi? Bu kim? Dadam. Ha, sizda zo'r talantingiz bor. Bilasizmi qanaqa talant? Aktyorskiy zo'r sizni. Yuragi ana nima bo'ldi? To'yimiz yaxshigina tayoq yemay ketadi. Tur. Ha? Yo'q, dadasi yomon ekan. Tur. Oldi. Mikrofon qani? Menga qaragan Quvondiq. Nima patir desa, nima bo'ldi desa? Yo'q, dadasi urdi. Mikrofon aka, men eshitdim o'zi. Nima bu?